Assalomu alaykum gaz balonimiz kuzatuvchilari. Bugungi ish jarayonimizda legendarniy Damas mashinasini olib qolganmiz. Bu mashinamizga 3-pakelinani qo'yib berdik. Ko'ryapsizlar, mana ichida ko'rsatib turadigan kulchatlarni qo'yib berganmiz. Reduktorimiz Xitoy. Original zavodskiy bo'ladi. Zapravочный. Montajni ko'ryapsizlar, idealniy chiqqan. Gaz balonimizni bilasizlar, Damasimizdagi polini teshmasdan chetiga chana bilan qo'yib beramiz. Hop, hammalarga ko'rsataman. Gaz balonining turishini ko'ryapsizlar mana. Hech qanaqasiga osilib ham qolmagan, pastga tushib ham qolmagan. Idealniy 3 ta lentalar qo'yib berganmiz. Isboti uchun sizlarga mana polini ko'rsatib o'taman. Pol umuman teshilmagan, zavodskiy holatda qoladi. Ko'ryapsizlar, original zapcha sifatli mahsulotlar kimga kerak bo'lsa, gaz balonimiz har doim xizmatingizda. Hammalarni kutib qolamiz. Like bosib gaz qo'ymoqchi bo'lgan hamma tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Damaschilar qayerdanmiz, kelinglar, kutyapmiz. Sizlarga ham chiroyli qilib qo'yib beramiz.